permanent delegate to UNESCO. I'm delighted to be here planting a tree as part of an effort to support the ecological and sustainability priorities of the government of Uzbekistan. Samarqand shahrida hozir mana bu yerda 1-2 gektar, Qarasuv massivida 5 gektarda yashil bog' barpo etilyapti. Bu yerda o'zimizning mahalliy sharoitga moslashgan, tuproq sharoitiga mos daraxt, butalar, ko'chatlar hammasi ekilishi mana ko'ryapsizlar. Qirim qarag'ayi, chinor, zarang, shumtol, shunga o'xshagan olma, xurma kabi o'zimizning mevali va manzarali daraxtlar aralashtirib ekilyapti. Atmosferaning toza bo'lishiga juda katta hissasini qo'shadi. Qolaversa, xalqimiz bugun mana shu bog'larda yurish kerak. Demak, parklarga ko'paytirishimiz kerak, bunaqa bog'larni sonini ham ko'paytirishimiz kerak.